Intim gigiyenaga 80% ayollar xatoga yo'l qo'yadi. Nima sababdan? Chunki hozirgi kunda shunaqa tushuncha borki, ostimdan ajralma kelsa, qin yo'llardan yoki hid bo'lsa, albatta nimagadir ayollarimiz hattoki barmog'ini tiqib, qo'lini tiqib, ichini yuvib, top-toza bo'lish kerak degan tushuncha. Bu noto'g'ri. Hozir sizlarga keling shu haqida tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, o'zingizga kerakli ma'lumotlarni oling. Qinda o'zi qin muhiti bo'ladi. Bu muhit bizni himoya qiladi. Bu yerda kislotali muhit hisoblanadi. Bakteriya, viruslar, zamburug'lardan, boshqa bakteriyalardan himoya qilish uchun. Normada выделение bo'ladi. Bu hayz sikliga ham bog'liq. Hayz kelishdan oldin выделение kelish, oqish bo'lsa, hayz tugagandan keyin hayzni o'rtasida oqish, tuxumni oqiga o'xshagan prozrachniy bo'lsa, bu ovulasi belgilari bo'lishi mumkin. Yoki ovulasidan keyingi yana выделениyalar, albatta bular hammasi norma bo'ladi. Chunki bizada hayz siklingiz vaqtida kelsa, estrogen gormon, progesteron gormonlar ishlab chiqariladi. Va o'tdagi sizning xohishingiz, sizning o'sha hayotda bo'lgan gormonlaringiz bir me'yorda ishlab chiqarayotganligidan dalolat beradi. Qachon biz patologiya deb aytamiz? Qachon bu norma emas deb. Norma emas qachon sizda qin yo'llarida ajralmalarning rangi o'zgarsa, deylik, sarg'ish, yashilsimon, ko'piksimon ranglar bo'lib, hidi o'tkir, baliqqa o'xshagan yoki boshqa bir hidli bo'lsa, albatta ginekolog ko'riga kelish kerak. Chunki bu уже norma hisoblanmaydi. Xo'p, norma hisoblanmasa, buning olib keladigan sabablar nima? O'sha aytib o'tganimdek yuqorida gigiyenaga noto'g'ri qarash, rioya qilish, bular o'sha ichki kiyimlarni sintetika kiyish, paxta matodan kiyish kerak albatta, yokida har kunlik yejnevkadan foydalanish, u esa qin yo'llaridagi dimlanishga, qonlanishni buzilishiga olib keladi va sizda bakteriya qichishish, achishish kabi va hattoki allergiyaga ham olib keladi. Va ko'p ayollarimiz intim gel ishlatadi, o'ta yozilgan bo'ladi. Pash bunaqa buzmaydi va Zarabullarni ishlatsam bo'ladimi? Zo'r u deb. Yo'q, har qanaqa intim gelga yanada albatta aromatizator yoki qanaqadir bir ximik narsa qo'shiladi. Bu esa ko'p holda keladi allergiya bo'lib yoki ichi qurib ketib, qurigan natijasida tirtiqlar, treshinalar hosil bo'ladi. Bunaqa narsalar ishlatilmaydi. Chunki o'zi qinda o'zining himoya vazifasi bor. Normada ajralayotgan выделение o'zini o'zi himoya qilib yuvib tashlaydi. Xo'p, bular hammasi buzilar ekan. Buni tekshirish uchun sizda normami, norma emasmi, qanaqa analizlar kerak? Birinchi o'rinda mazok topshirasizlar. Agar sizda qichishish, achishish, to'rqsimon выделениyalar bo'lsa, albatta femaflor screening, kerak bo'lsa pap mazok, VPC screeninglarni biz tavsiya qilamiz. Albatta kresloda ko'rgandan keyin, bemor bilan savol-javob qilganimizdan keyin kerakli shu yuqorida aytib o'tgan kerakli analizlar topshiriladi. Va bularning natijasiga qarab sizga kompleksli lecheniya qilinadi va tushuntiriladi. Agar sizda ya'ni eng asosiysi aytib o'taman, agar ichingiz qotsa yo ichingiz ketsa, o't qopingiz yaxshi ishlamasa, ichaklarda mikroflora o'zgarsa ham bu qanday mikroflorani buzilishiga ham olib keladi. Ayniqsa biz bunaqa payti gastroenterologlarga yuboramiz, birgalikda ishlaymiz. Jigar, o't qopini tozalaymiz, ichaklarda o'sha kerakli helobakteriyalar tekshiriladi. Agar ko'payib ketgan bo'lsa, albatta gastroenterolog uni davolaydi va sizda qarabsizki, bunday noxush hidli ajralmalardan qutulgan bo'lasiz. Bu kamayadi, uzoq vaqt bo'lmaydi. Agar siz misol oshqozonda muammolaringiz bo'lsa, xolesistit, pankreatit, me'dosi bez ishlamayotgan bo'lsa, hazm sistemangizda bo'layotgan bo'lsa, yuzingizda uguriylar bo'lib, ichingiz qotayotgan bo'lsa, kekirishlar, jig'ildon qaynashlar, bular hammasi mikroflorani buzilishi natijasida qinda ham o'zgarish bo'ladi. Shuning uchun albatta bunday hollarda gastroenterolog bilan birga ishlaymiz. Buni sababini topgandan keyin sizga aniq diagnoz qo'yib, sizga to'g'ri davo qilib, albatta kompleksni har bitta ayol uchun individual bo'ladi. Bir xil lecheniya bo'lmaydi. Chunki sababi har xil bo'ladi. Bu eng asosiysi sizdan to'g'ri biz ma'lumot olib, savol-javob qilganimizdan keyin sizga tushuntira olib, o'sha ma'lumotni yetkazib bera olsangiz, sabablarini o'zingiz ham shu narsalarga rioya qilsangiz, yuqorida aytib o'tgan hech qanday patologik ajralmalar bo'lmaydi va uni oldini olgan bo'lasiz. Agar sizda ham shunga o'xshagan muammolar bo'layotgan bo'lsa, aziz ayollar, o'z boshimchalik uyda har qanday shag'amchalar, har qanday rasorlarda yuvmasdan to'g'ri ginekologga kelib, sababini bilib, sizni kerakli vrachlarga yo'naltirib va to'g'ri davolab, bunday shikoyatlaringizni bartaraf qilishimiz mumkin. Agar sizga bu ma'lumot yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va meni kanalimga obuna bo'ling.